tan to'g'ri kelmasdi. Sababi chunki tishlarda perikus balandligi yemilgan hisobiga o'ta pasayib ketgan payt edi. Biz endi bu tishlarni vinillar orqali va sun'iy qoplamalar orqali tiklashni boshladik va mana shu tiklayotgan paytimizda albatta eng muhim bosqichimiz bu mokap bosqichi. Ya'ni ushbu mokap bosqichda biz bemorimizni bo'lajak tishlar qanaqa balandlikda, shakli va taxminan ranglari qanaqa bo'lishlarini va og'iz bo'shlig'i holati, keyinchalik qanday bo'ladi, tezdirab qanday bo'ladi, bularni kelishib oladigan bosqichdir. Ushbu bosqichimizda biz bemorimizni o'zining talab va takliflaridan kelib chiqib va o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib shaklarini bemorimiz tanlagan holatda qilib, uni bemorimizga taqib ko'rdik va taqib ko'rgan holatimiz bemorimizga juda ham yoqdi, juda ham manzur bo'ldi va mana shu holatda tezdirab jarayonni o'tganlardan keyin biz ularga bo'lajak tishlarni vinillarni yasab berdik. Vinil yasayotgan paytimizda albatta biz bemorimiz xohish-istaklari, rangi bo'yicha, shakli bo'yicha va dizayn bo'yicha hammasini hisobga oldik va shu orqali yasab berdik va bemorimiz xohlagan jihatlardan bittasi bu vinillarda aynan mana shunday prozrachka deymiz, ya'ni tabiiy ko'rinib beradigan, ya'ni dizayn bo'lishi. Bu o'ta ham bajarish jihatdan nisbatan murakkab bo'ladi va juda ham o'ta ham tabiiy ko'rinadi va bemorimiz shu narsani xohladilar, biz holatni qilib berdik va shu holatni ko'rib turibsiz. Vinillari yuqori jag' vinillari va pastki jag' vinillari juda ham chiroyli shaklda va rangda. Va ushbu holatda biz bemorimizga ushbu ishlarimizni topshirganimizdan keyin bu holat mana bunday holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kulgan holatlarida, og'izdagi holatlarda ko'rishingiz mumkin. Integratsiya jarayonlarini barcha mirklariga va bemorimizga kulgan holatlarida ko'rinib turibdiki, bemorimiz tanlagan ranglari va shakllari o'zlariga, yuz holatlariga, shakllariga, gavdalariga eng muhimi juda ham mos kelgan va juda ham chiroyli va ularni yana ham ishonchli qilib ko'rsatib turibdi. Ko'rib turganingizdek, har bitta holat bu individual holat, lekin shunga qaramasdan Restom klinikasi jamoasi ushbu holatni estetik jihatdan mukammal qilib o'zgartirib berdi. Agar sizda ham shu kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, unda Restom klinikasiga murojaat qiling. Biz sizga og'riqsiz, xavfsiz, eng muhimi tishlaringizni tabiiy salomatligini saqlab qolgan holatda estetikasini tiklab beramiz.